Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etipbe. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Dilala Ünidar salonidagi barliq o'maq do'stlar, kayfinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Jungo hayvonot chechaklarından elingan to'shqonning qalbki nima uchun yeriq degan chechakni anglaylik, ha? Qaysi bir vaqtlarda qirg'avul, bo'ra, tulki va to'shqon do'st bo'lishibdi. Ular buning uchun intayin faxrlanibdi. Chunki to'shqon nom chiqargan aql farosatli ekan. Buning uchun to'shqonmi nihoyat xushal ekan. Chunki u bu kichik guruhning boshlig'i bo'lib qoldi. Bir kuni to'rt do'st birlikda o'g'i chiqibdi. Ular yarim kun lag'aylab yurib, hech narsa topolmabdi. Ochliqdan qo'rsaqlari ko'rildab ketibdi. Bu chaqda to'shqon ushtumtut yiroqdan bir lamaning mo'risiga ig'ir xurjun artib kelayotganligini ko'rib qoldi. To'satdan uning ko'ngliga bir aql keldi-da, aldirashlik bilan hammalarni bir yerga chaqirib, bir nimalarni deb ko'sildabdi. Ko'pchilik bu planni maqtashib ketibdi va darhol tarqalib ish boshlabdi. Tulki to'shqonning buyrug'i bo'yicha ushqandek yugurib, lamaning oldi tarafidagi bir daraxtga kirib kutib turibdi. Lama yaqin kelgandan keyin daraxtlikdan chiqib, to'kur qiyofatiga kirib olib, uning oldida tinguslab mengibdi. Lama oldiga tuyuqsiz bir to'kur tulkining chiqib qolganligini ko'rib, bugun ta'lim o'ngdan kelibdi, tulki quloqchidan birini kiydigan bo'ldim deb toza xushal bo'libdi-da, darhol qadamini teziltib, egilib tulkini tutishga topshiribdi. Tulkining nihoyat chaqaligini kim bilsin? Bir necha qitim tutib olay deganda g'ippidi qechib zodi tutib bermabdi. Shunday qilib, lama uni bir hasag'ich qo'g'lab, charchaganlikdan demiz qilib, chiliq targa cho'milib ketibdi. Oxir u mo'risidagi xurjinni biraqla tashlab etib, quloqcha o'tiklarini bir yoqqa cho'rib etib, butun kuchi bilan tulkini qo'g'lab ketibdi. Bu chaqda to'shqon, qirg'avul va bo'rlarmi hoppola yetib kelib, yilqi narsalarning birsini qo'ymay o'g'irlab ketibdi. Birdamdan keyin tulki lamani ostirib qo'yib qaytib keldi. Shuning bilan ko'pchilik o'g'irlab kelgan narsalarni yerga qo'yib, bo'lishga boshlabdi. To'shqon lamaning quloqchisini qirg'avulga tanglab, "Sen etizlikdan don terib yeshga amroq, bu quloqchi sana taqsim qilindi. Beshingga kiyib olsang boshqalar hargizmi seni so'qolmaydi" debdi. Ashqallah. Qirg'avul xushal bo'lgan holda quloqchini kiyib uchib ketibdi. Uningdan keyin to'shqon o'tikni biriga tanglab, "Sen yoyloqdan qo'y o'g'irlashga amroq, bu o'tik sana taqsim qilindi. Sen buni kiyib olsang butunlay bo'lmaydi" debdi. Ashqallah. Bo'rimi xushallangan holda o'tikni kiyibdi-da ketibdi. Uningdan keyin to'shqon xurjini ichib aqtirib, bir misjonni chiqarib tulkiga tanglab turib, "Sening bo'lajaqing ko'p. Bu misjon sana taqsim qilindi. Sen ikkita bolaringga chilibba, ular jazman ajoyib xushal bo'lib ketadi" debdi. Hashqallah. Tulki xushal qaramliq bilan misjonni ilib qaytib ketibdi. Ang oxir qilib qolgan yerim xurjun mazali taomni to'shqon xushal holda yutib uyga qaytib, o'zi bahramand bo'ldi. Endi gapni qirg'avuldan boshlaylik. U yilqi lamaning quloqchisini kiyib, etizlik uchib berib ochliq yapti. Quloqcha bək cho'ng bo'lganlikdan uning ko'zini to'sibdi. Natijada kishilar uning quyruqini tutibdi. U jinining baricha tarkishib, taslikda qutulibdi. Biroq u quyruqidan butunlay quruq qoldi. Endi bo'riga kelaylik. U o'tikni kiyib qo'y o'g'irlashga beribdi. Qo'ychi uni sezib qilib, qalday ko'tarib qo'g'labdi. Bo'ri heliq o'tikni kiyib olg'ashqa yugurolmay poyxonaga qalday yeb zaxmlanibdi. U o'tikni tashlab etib, jinini araliq qutuldiribdi.
Tulkichu, uning sarguzashtisimi boshqalarninkidan obdan bo'lmabdi. U misjangni ko'tarib o'nkir oldiga kelibla bir to'p bolalarining yarlivida o'ynayotganligini ko'ribdi. U darhol misjangni birla chilib, bolalarini hayron qoldirmoqchi bo'ldi. Tulki bolalarining mundaq ovozini asalda anglab boqmaganligini kim bilsin, ular qo'rqib ketganlikdan egiz yerdan o'zini tashlab o'libdi. Qirg'avul, bo'ra va tulki bir yerga jam bo'lib bu ish to'shqonning qilgan ziyonkashligi deb bilishibdi-da, to'shqonni tepib uningdan hisob olmoqchi bo'libdi. To'shqon o'nkirda taom yeb etib, qirg'avul, bo'ra tulkilarning alpos buzilgan holda kelayotganligini ko'ribdi va ishning chatoq bo'lganligini tamlab, darhol bir toshni ilib o'zining og'ziga rosa qattiq uribdi. Jon qilgan sado bilan tang o'zining qalbiga yerilib qon to'xtamay eqishga boshlabdi. U qirg'avul, bo'ra va tulkilarning yaqin kelishini saqlab turmayla yig'izar qilib ularning oldiga chiqibdi. Voyjon, biz Lamanning oldin qoltisiga tushib ketibdik. Qaranglar, taom yeb qalbim yerilib ketdi. Bek og'riyotdi, voyjon. Debdi. Ko'pchilik buning ishinib, hammamiz Lamanning oldin qoltisiga tushib ketibdik-da deyishib qopdi. Shuning bilan ko'pchilik to'shqonga rahim qilibdi-da, ochiqlari tarqab qaytib ketishibdi. Biroq shuningdan boshlab to'shqonning qalbiki avloddan avlodgacha yirik bo'lib qopdi. Do'stlar, bu cho'chakdan to'shqonning qalbining nima uchun yirik ekanligini bilib oldinglarmi? Biz bu cho'chakni boshqa do'stlarimizga so'zlab beraylik, ha? Kech bo'lib ketibdi, amnis baldur uxlanglar. Atom shu vaqtda Dilala undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga ma'ruf bo'lsin.